Mana bugün 2025-yil 3-noyabr. Berni tumani saloni yo'q mana. Shuncha odam suqda to'ngib qarab turibdi mana. Dushanbadan shanbagacha ishlaydi deb qo'yibdi mana. Mana naqlingan hozir yopishtirib ketdi. 3-noyabr kuni ishlamaydi deb. 4-noyabrdan ishlaydi ekan. Hech kim yo'q salonda mana. Bizlar hayron bo'lmayapti. Shuncha odam suqda qarab turibdi. Hamstirgan menda turibdi. Ayna qolmoqda. Online bo'ladi deb turibdi. Hozir yopishtirib ketdi. Naqlinkisini 9dan o'tdi soat. Nima jir bo'lar ekan? O açın kerak bu bir salon. Açında maşinada ko'rmayman boshqa. Odamlar sarson etib qo'yibdi mana. Ne bileyim açar axir bugun açmasa yeter. Dushanbadan shanbagacha ishlaydi deb qo'yibdi, biroq hech kim yo'q xodimlar mana. Hech bo'lmasa mana toza Cobalt ko'rish kerak-ku qanday ekanini. Ochib qo'yish kerak-ku yozib bo'lmasa-da, to'g'rimi? Mashinada ko'rish kerak-ku. Ko'rib turib yozib kerak. Ko'rmayapti yozib. Ha, yangilangan versiyani ko'rish kerak. Salon iliq mana. Bu yoqda 12 yotdi mana chang bosib. O'tgan yili 2024-yil diskisi bilan elning iki parini qaraytirib 8 million qimmatlatdi mana. Endi bu yil magnitofon bilan pribordni o'zgartirdi, beri mashina o'zgarish etdi, 10 million qimmatlatdi mana. Endi yil iki parini o'zgartiradidan yana 10 million qimmatlatadi. Odamlar olaveradi, iloji yo'q. Shuncha odamni ovora etib qo'yibdi. Online bo'ladi. Dar ichida o'tiribdi odamlar. Bor. So'rov kerak, xalq bilan bitta kerak. Telefonga tushirib turib, nima deydi ekan so'rov kerak. Urganchda qilashib turibdi dedi. Yerni dag'ishlamay turibdi. Odamlar basa-bas bo'lib ketadi deb ilib qo'yibdi-da bular. Avtosalonda ochib qo'yish kerak. Avtosalonda ochib qo'ysa odamlar kelib yoziladi. Men tashlab kelaman. Endi yil iki parni o'zgartiradidan yana 10 million qimmatlatadi. Shu bahoni ko'tarib ketaveradi-da. Ha, seriyasini bir beradi. Bahona to'g'ri kerak bu axir. Biroq boshqa model chiqmaydi. Shu model 15 yildan beri. Biroq bu yog'i o'zgarib turibdi, siyosat bitib ketdi. Ava. Yeri o'zgartirish kerak. Ikki motor ham bir berdi. Hozir pribor bilan magnitofonni o'zgartirdi, 10 million qimmatlatdi misoldan. Gap borib, Diskiga berib qo'ydim. diskisini qaraytirdi-ku axir. Ya, svet berdi. Hop. Bu qo'ygan pribor ham 2019-yil Tracker 1ning Tracker o, nesi o, pribor o. Ya, bu yil 166 dedi mazg'isi. Ava. So'ng'isi 66 million dedi. Ya, online'da chiqdi axir. Endi shunga yoziladi hamma. Bunda devaraga qara dedi, men bir berdi. Qarayib yurdi. Hozir online deb turibdi. Ko'p yerda internet yaxshi ishlamaydi, yozilib bilmaydi ko'p odam. Ya, ochindingmi? Neden dedi?
Akşam bir güzel selfas değil mi? Bu atır saatine. Bugün parol sorak da bugün parolu başka bir ulaşıyor. 15'lik mi? 40'lık mı? Araştırın abi belki. Birini cevap bir mıydı bu kadar? Kire mi saçma kalk. 4 yılda oturttular annesi Ulkan'ı. Diyordu başkanım. Bugün online yazılış var. He. Onun için hiç az 4 dil dinleyen çıktılar salona. Hiç kası işlemedi, hiç kası açmıyor. Bundan yok bize kep. Telefonda diye Tolga. Başta çıkarganda salondan dep çıkardı. Ava. So'ng 29 oktyabr kuni yana qaytadan chiqardi. Ya, bugün- Onlayn tizimda Bugün bo'ladi. hem açılar şartnama dep çıkardı da o abi. Sana burada telefon etiydi bugün açıp gitti. Karı olman gapti. Böyle kar olmasın. Onda telefonda açıladi deb qo'yibdi. O telefonda açılsa da bunu açış gerek mi? Ava açilish kerak. Mana yozib qo'yibdi mana menga. Ava. Ish vaqti bo'laman. Dushanbadan shanbagacha deb yozib qo'yibdi. Ya shu kirish kerakmi? Kirish kerak, mashinalar ko'rish kerak. Qanday mashina olacak odamlar? olacak mana u ona emas kirib ko'rajak chiqarman. Avada Shundaymi? Cobalt'ning yangilanganini ko'rish kerak. O'zgarishlar, nerede o'zgarish bo'lgan? Hemen işte online'da oturardı kenarda da maşını koyuyor. İşte bu Ne, xodimlar yo'q mana. Ahram bilan ubirchisi bor. Bu neyle işte oturadi bular online'da. Ular kompyuterlarni uyine olib ketib, uyda yoziladi endi bular. To'g'rimi? Ha? Online yazmıyor. Böyle yazma. Ya salon hani. Kevering bu yoqqa. Adam mı ki? Shu yerdan ahrami.